Salom. Aloqada Javlon Asatullayev. Biz professional mahsulotlarning tahlilini ochiq deb e'lon qilamiz. Ya'ni produkt do'koni doirasida. Tahlil qilishimizda eng asosiy maqsad biz produkt brendi sizlarga bironta bir mahsulotni xarakteristikasi yoki bo'lmasa konfiguratsiyasini shunchaki gapirib berish emas. Balki mana shu komponent yoki device ishlaydigan texnologiyani tarixi, umuman u haqdagi murakkab bo'lgan tushunchalarni sizga nomurakkab tilda gapirib beramiz. Va tahlilimizdan eng birinchilarini biz albatta PC kompyuterlarni komponentlardan boshlamoqchimiz va eng birinchi komponentimiz bu albatta blok pitaniya. Nima uchun blok pitaniyadan boshladik? Aytaymi? Chunki blok pitaniya xohlasangiz kompyuter, xohlasangiz boshqa bironta bir tokda ishlaydigan device yuragi hisoblanadi. Ya'ni insonni quvvatini ta'minlab beruvchi narsa bu yurak-ku, to'g'rimi? To'g'ri, endi vitaminlar, tam beloklar va hokazo, lekin yuragingiz urib turish kerak-ku bironta bir baquvvat ish qilishingiz uchun, to'g'rimi? Mana shu tushuncha kompyuterda blok pitaniya hisoblanadi. Va biz bugun blok pitaniyani kompyuter ichidagi roli haqida gaplashamiz. Boshladik. Blok pitaniya, PSU, Power Supply Unit, ya'ni quvvat ta'minlab beruvchi blok. U nima vazifa bajaradi? Birinchi navbatda rozetkadan kelayotgan переменный tokkni qabul qiladi, uni постоянный tok formatiga aylantiradi va mana shu постоянный tokkni butun kompyuteringiz bo'ylab stabil va tekis yetkazib ta'minlab beradi. Ya'ni blok pitaniyani sifati sizni kompyuteringiz ichidagi hamma komponentlar ishlash sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi yoki bo'lmasa ularni uzoq xizmat ko'rsatishiga. Uncha tushunmayapsiz, qarang. Qachonlardir insoniyat tokki ixtiro qiladi va u постоянный tok bo'ladi. Ya'ni tok manbai bor, yonidagi pribor ishlagan. Undan keyin 1800-yillarning oxiri, 1900-yillarning boshida serb olimi Nikola Tesla, bu o'sha Tesla, o'sha elektromobillar mana shu insonning familiyasiga qo'yilgan. Nikola Tesla переменный tok qo'ylab topadi. Ya'ni uzatish mumkin bo'lgan tok. Tushunasizmi? Avval tok ixtiro qilingan, u faqatgina bironta bir uyni ta'minlab bera olgan xolos, lekin qo'shni, narigi mahalla, u yoq mahallalargacha bormagan tok. Aynan Nikola Tesla ixtiro qilgan переменный tok bugungi kunda biza o'sha stansiyalardan tok uyimizgacha yetib kelishini ta'minlab beryapti. Xo'p, tok uyimizgacha yetib keldi va endi u yana постоянный tokka aylanish kerak. Chunki переменный tok nestabilniy hisoblanadi va u переменный, tushunasizmi? U yurish qobiliyatiga ega, haligi stabil ishlab berish qobiliyatiga emas. Aynan blok pitaniya mana shu ish bilan shug'ullanadi. Ya'ni rozetkangizdan kelayotgan переменный tokki постоянный tokka aylantirib beradi. Mana shundagina kompyuteringiz ichida stabil tok elektr ta'minoti hosil bo'ladi. Manimcha tushuntirib bera oldim. Otash, sen tushundingmi misol uchun? Bo'ldi, tushundingmi? Blok pitaniya vazifasi nimaligini. Mana mana shu narsa kerak. Bundan kelib chiqyaptiki, blok pitaniya bu kompyuterni va umuman любой bitta elektronika jihozini juda ham kerakli bo'lgan va asosiy komponentlardan biri. Nimaga u blok deb nomlanadi, bilasizmi? Chunki uning ichida transformator, выпрямитель, filtr va himoya sxemalari mavjud. Bu butun boshli blok stansiyasi. Tushunasizmi? U butun boshli blok bo'lib quvvat qabul qiladi va butun boshli blok bo'lib uni kerakli bo'lgan formatga o'girib, bizning kompyuterimizni qiyin, murakkab bo'lgan komponentlardan tashkil topgan kompyuterimizni quvvat bilan ta'minlab beradi. Endi blok pitaniyalarning ham har xili bor. Mana misol uchun, meni qo'limda hozir juda ham sifatli bo'lgan Sama brendidan 1200 wattli blok pitaniya. Bu yuqori, bu entuziast, mutaxassislar yoki bo'lmasa professional og'ir kompyuter ishlatadigan foydalanuvchilarga mo'ljallangan blok pitaniya. Birinchi navbatda u katta, ikkinchi navbatda u qimmat. Lekin sizga bunaqa katta quvvat kerakmi degan savol bor. Shu o'rinda yana bitta savol bor. Unda menga qanaqasi kerak deysiz? Mana shu yerda siz kompyuterni qanaqa maqsadda ishlatishingizni aniqlab olishimiz kerak. Xo'p, keling bo'lmasa men hozir sizga har bitta foydalanuvchiga qanaqa vatli blok pitaniya to'g'ri kelishini bitta ro'yxat qilib tushuntirib beraman. Eslab qoling. Ofis ishlar va o'qish uchun mo'ljallangan video kartasi bo'lmagan kompyuter uchun 450-500 wattli blok pitaniya yetarli. 550-600 wattli blok pitaniya GTX 1650, RX 6400
Core i5 yoki Ryzen 5 prosessorli konfiguratsiyalarga to'g'ri keladi. O'yin uchun mo'ljallangan kompyuterlarga o'rtacha 650-750 wattli blok pitaniya bu RTX 3060, RTX 3060 Ti, 3070, RX 6600, 6700 XT video kartalar bilan jihozlangan kompyuterlar. Baquvvat kompyuterlarga 850 wattli blok pitaniya bu RTX 3080, 4070, 4070 Ti, montaj, 3D va og'ir proyektlar bilan ishlaydigan foydalanuvchilarga mo'ljallangan va eng yuqori high-end 1000 va 1200 wattli blok pitaniya bu RTX 4080, 4090, eng top CPU va eksternal, ya'ni tashqaridan ulanadigan ko'p device'li kompyuterlarga mo'ljallangan quvvat. Endi blok pitaniyalar ham har xil bo'ladi. Modulli bo'lishi mumkin. Misol uchun, men o'sha Pentiumlar davrida kompyuterga ega bo'lganman. O'zimning birinchi kompyuterim, sotib olgan kompyuterim bu Pentium bo'lgan va u paytda modulli blok pitaniya degan tushuncha yo'q edi. Mana bu blok pitaniya modulli. Nimasi bilan modulli? Men o'sha o'zini davrida ishlatgan blok pitaniyalarimni hammatidan simlari osilayotgan bo'lardi. O'zidan chiqqan. Bu yomon degani emas, bu shunchaki noqulay degani. Ishlatmaydigan simlari shunchaki ortiqcha bo'lib yotadi va mana bu yerdagi modulnost bizani case'imizdagi cable management simlari juda ham haligi bir akkuratniy turishini ta'minlab berishi mumkin. Siz xohlagan komponentlaringizni, xohlagan konfiguratsiyangizni ulaysiz, ortiqchasini shunchaki olib qo'yasiz va ular alohida mamlaqa qopda taqdim etiladi. Kstati, bu Sama brendi, bu aynan professional ishlovchi uchun mo'ljallangan, ko'pchilik bilmaydigan brend. Shaxsan men o'zim 1-2 marta sinab ko'rdim. Buni gold va bronza versiyalari ham bor. Meni qo'limda hozir premium versiyasi turibdi. Shokolad blok pitaniya mana shu bo'ladi. Ustiga rangi oq, qimmatroq variant. Kabellari ham o'q ekan, lekin qo'yilma. Xullas, umid qilamanki, meni tushundinglar. Nimaga umid qilaman? Chunki umidim katta. Siz kompyuteringizni juda ham ehtiyot qilib ishlatasiz. Ehtiyot qilib ishlatish uchun kompyuteringiz uzoq vaqt, uzoq yillar davomida sizga xizmat qilish uchun uni yuragi hisoblanmish blok pitaniyani to'g'ri tanlang do'stlar. Odatda blok pitaniya o'zligicha tanlab qo'yishadi, любойni qo'yib yuborur, yonsa bo'ldi, anta video kartamni kullari aylanyapti-ku, demak u ishlayapti deb o'ylashadi. Lekin u unaqa emas, do'stlar, unaqa emas. Blok pitaniyani prям taqab olish kerak emas. Zapas bo'lishi kerak. 20-30, boringani 40% zapasingiz bo'lishi kerak. Ana shundagina sizni o'sha berayotgan quvvatingiz prям mashtigacha tiqilib turmaydi-da, prям bemalol mazza qilib yolchib sizga ishlab beradi. Mana shu tushunchalarni amalga oshirmasdan turib, kompyuteri 2-3 yilda buzilib qoldi. Mana bu narsam kuyib ketdi, mana bu narsam chirsillab ovoz chiqib, ziz qilgan zvuk chiqib qoldi degan narsalar keladi. Hammasi blok pitaniyada. Meni gapimga ishoninglar. Blok pitaniya bu muhim, juda ham muhim. Mana misol uchun fizkultura o'qiyotganingizda yuragingizni urishi, qon bosimiz muhim-ku. Bu ham xuddi shunaqa narsa. Men oxir-oqibat mana shunaqa qilib bir obzor qilib odamlarga tushuntirmasam, tushunishmayapti meni fikrimni. Hamma bo'ldi, yomyaptimi? Yomyapti. Yuragingiz uryapti degani sport bilan shug'ullana olasiz degani emas-ku, to'g'rimi? Yuragingiz prosta tak joningizni haligi o'lib qolmasligingizni ta'minlab berib turibdi. Lekin sport bilan shug'ullana olasiz degani emas bu. Bu ham shunaqa narsa. Kompyuter yondi degani, blok pitaniyangiz zo'r tushdi degani emas. Mayli. Agar bu narsalarni yaxshi tushunmayotgan bo'lsangiz, shunchaki do'konimizga tashrif buyuring. Biz o'zimiz sizga kerakli bo'lgan komponentni tanlab, sizni kompyuteringiz uzoq vaqtda ishlashini ta'minlab beramiz. Produkt bizda professional yondashuv. Chiqinglar.